bola pozitsiyasidagi erkakni qanaqa qilib o'sha bola pozitsiyasidan chiqarsa bo'ladi va bu holatga tushib qolishiga asosiy sabablar nima? Ota-onasidan separatsiya bo'lmagan, shu sababli bola pozitsiyasida bo'lib qolgan. Ikkinchi sababi bo'lsa, butunlay o'sha ota-onasidagi kinlikni shunday oladiki xotiniga yopishtirib qo'yadi. Yana o'sha bola pozitsiyasida qolib ketaveradi. Mana misol uchun, inson mana ketyapti, yiqildi. Yiqilib, arillab o'tirsa, bolam tur o'rningdan. Men senga ishonaman, sen tura olasan degan so'zni o'rniga, "Voy nima bo'ldi?" deb turg'izish. Men endi kichkina bolani aytmayapman. O'qituvchisi bilan urushib qoldi. O'qituvchisi haqiqatdan ham dars paytida jim o'tirgin dedi. O'qituvchisi ota-onaga aytibdi. Haqiqat nimadaligini aniqlamasdan farzandini ko'r-ko'rona himoya qilib ketdi. Keyingi safar albatta farzand bu mumkin ekan degan tushunchaga paydo bo'ladimi? O'zini qilgan noto'g'ri ishi uchun javob berish kerakmi? Ana o'sha mas'uliyatni shakllantirmaydi ota-ona, rivojlantirmaydi. Qilgan aybi uchun. Agar o'sha narsa shakllanmasa, albatta u qilgan aybini aybdorlik deb hisoblamaydi. Sizda ham shunaqa muammo bormi? Albatta murojaat qiling. Konsultatsiya davomida men yordam bera olaman.